24-variant 39-masala. Demak, bizda oziq zanjiri keltirilgan protein va fitoplankton 300 tonnani tashkil qiladi hamda o'simlik massasi fitoplanktondan 2,75 martaga kattaligi ma'lum bo'lsa, quyidagilarni toping. Protein va fitoplankton deb belgilayapmiz. O'simlik va fitoplankton desak ham bo'lar edi. Demak, o'simlik massasi fitoplanktonnikidan 2,75 marta katta ekan. Shuning uchun buni 2,75x, buni x deymiz. Ikkovini qo'shsak 300 tonnani tashkil qiladi. Demak, shunda hozir x ni topamiz. X 80 ga teng, ya'ni fitoplankton 80 tonna, o'simlik esa demak 300 dan 80 ayirdik, 220 tonnani tashkil qiladi. Xo'p. Bu 220 tonnani kilogramda yozamiz. Bu 220 ming kilogram bo'ladi. Buni yegan mo'ylov dor qo'ng'iz 22 ming, qizilishton esa 2200, lochin 220 kilogramga massasi ortgan. Buni yegan suvsarning massasi esa 22 kilogramga ortadi. Ana endi fitoplanktonning massasi 80 tonna edi. Bu 80 ming kilogram degani. Zooplankton demak 8 ming kilogramga ortadi, pingvin 800 ga, dengiz qoploni 80 ga, kasatka esa 8 kilogramga ortadi. Ana endi bizda kloakaga ega hayvonlarning massasini aniqlang deyapti. Bizda kloakaga ega hayvonlar bu yerda qizilishton, lochin hamda pingvin. Demak, aynan mana shu qizilishtonni, lochinni va pingvinning massasini qo'shamiz. Javob 3220 ni tashkil qiladi. Ana endi ikkinchi darajali yirtqichlarning tana massasini aniqlang. Xo'p. Ikkinchi darajali yirtqich bu yerda qaysi? Qizilishton va pingvin bular birinchi darajali yirtqichlar. Ikkinchi darajali yirtqichlar esa lochin va dengiz qoploni. Lochinning massasi 220 kilogramga, dengiz qoploni esa 80 kilogramga ortgan. 220 ga 80 ni qo'shamiz, javob 300 kilogram bo'ladi.